Qizlarjonlar, bugun menda juda ham muhim kun va shu muhim kunga sizlar bilan birgalikda tayyorgarlik ko'ramiz. Qani ketdik. Necha asrdan beri yig'ilmay yotgan, chochilib ketgan balkonlarimizni tozalashdan boshlaymiz. Moskvada havo juda ham sovib qolgan, shu sababli ustimga issiq kiyimlarimni kiyib chiqib balkonimizni tozalashni boshladim. Yangi ko'chib o'tgan kvartiramizda shunaqa balkonlarimiz yopilmagan ekan. Bu degani xuddi ko'chada yurganday bo'lasiz. Shu sababli havo sovigandan beri umuman balkonga chiqmayotgandim ham, umuman uborkasini ham qilmayotgandim. Lekin videoni boshida aytib o'tganimdek, bugun muhim kun. Uzoqdan yaqin mehmonimiz kelyaptilar. Shu sababli ularning oldida hijolatchilik bo'lib qolmasligi uchun hamma yoqlarni tozalashdan boshladim. Tan olgan ham yaxshi, tan olaman. Hayotda unaqa chista bolotni yog'chisi yalagudek chinkillatib qo'yib o'tiradigan kelin emasman. Menga oilamdan yaxshi erkinlik berilgan, shu erkinlikdan a'lo darajada foydalangan holatda aqlimni ishlatib, faqat pul topishga sarflayman vaqtimni desam ham bo'ladi. To'g'risi hamda to'g'risini aytgan yaxshi. Yo unisini qoyillatib qo'yish kerak, yo bunisini qoyillatib qo'yish kerak deb o'ylayman hozirgi zamonda. Mendagi kelin qatta borikina aybini ham aytadigan, o'zini zo'r tarafini ham aytib o'tib ketadigan. Xullas, sizlar bilan gaplashib borkalarimni qilib bo'ldim. Endi topinglarchi, biz uyimizga bugun kim mehmon bo'lib kelyapti. Birinchi topgan qizni kartasiga pul tashab xursand qilaman.